problemaga kirib qoldim, akajon, yordam bering. Kecha PPS ushlab oldi. Pasport so'rayapti mendan. Axir men mushukman desam, O'zbekistonning yovvoyi mushukliging haqida pasporting o'zing tasdiqlaydigan, shaxsing tasdiqlagan pasport bo'lish kerak deyapti. Chumchuqlarga, mushuklarga, burgalarga, qurbaqalarga hammasiga pasport kerak ekan. Qayerdan chiqqan qonun bu? Shu qonun shunaqa. Endi ikkalamiz borib, pasport stoliga borib, pasport olishimiz kerak. Bo'lmasam podvalda ham yashashga haqqim yo'q ekan meni. Baqirma. Men bitta kuchukni sevib qoldim. Zaksdan o'tmoqchi edim, uni ham pasporti yo'q ekan. Hammasi bo'ladi, xavotir olma. Pasport stoliga boraylik aka. Pasport olaylik deyapman sizga. Hatto burgalarga ham pasport so'ralar ekan yaqinda. Bo'ldi, uspokойся qil, pasport stoliga boramiz. Boramiz-a? Pasport olamiz-a? Pasport olasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. To'p eskemayaptimi? Yo bu yoqqa qarab qo'ying aka. Voy, o'g'lim shu ganiga tushib qoldi.